Demak, ko'rib turgan DNK masalasini ishlaymiz o'rtoqlar. Ma'lum sharoitda 204 nanometr uzunlikdagi DNK molekulasi ekoerber restriktaza fermenti ta'sirida X, Y, Z bo'laklarga bo'lindi. Hosil bo'lgan barcha DNK molekulasidagi vodorod bog'lar soni dastlabki vodorod bog'lar sonidan 1% ga kam bo'lsa, hosil bo'lgan barcha DNK molekulasidagi guanin sitozin orasidagi vodorod bog'lar sonini toping deyilgan. Bunda o'rtoqlar, biz avval ekoerber restriktaza fermenti DNK tarkibidagi qanday ya'ni nukleotidlar orasidagi bog'larni uzishini ko'rishimiz kerak. Xo'p, bunda demak guanin adenin nukleotid orasidan kiradi o'rtoqlar. Guanin adenin nukleotid orasidagi fosfodiefer bog'ini uzib, adenin timin nukleotidi va yana oxirida guanin adenin nukleotid orasidan kesib chiqib ketadi. O'rtoqlar, demak, mana shu DNK molekulasi tarkibida mana fosfodiefer bog'lar soni, fosfodieferlar, vodorod bog'lar soni. Xo'p o'rtoqlar, mana shu demak DNK mana shunday nukleotidlar ketma-ketligini tanib, ekoerber restriktaza kesadi. Bunda demak guanin adenin orasidan kirib, o'rtoqlar, guanin adenin orasidan kirib, adenin timin orasidagi vodorod bog'larni uzib, keyin adenin guanin orasidagi fosfodiefer bog'ni uzib chiqib ketadi. Bu ekoerber restriktaza fermentining tanib kesadigan qismi. Endi o'rtoqlar, DNKni X, Y, Z bo'lakka bo'libdi, ya'ni 3 ta bo'lakka bo'lgan. DNKmiz masalan mana shu DNK molekulasiga bir marta ekoerber ta'sir qilsa, demak 2 ta bo'lakka ajralyapti. 1, 2 va bizga 3 ta bo'lakka bo'lingan. Demak, yana bitta ekoerber restriktaza bilan ta'sir ettiramiz. Demak, mana 3 ta bo'lakka bo'lindi. 3 ta bo'lakka bo'linishi uchun 2 marta restriktaza fermenti, ya'ni DNKni 2 ta joyidan kesish kerak ekan. DNKni 2 joyidan kesgan vaqtida ekoerber restriktaza 16 ta vodorod bog'ni uzadi. Ana shu 16 ta vodorod bog' bizga 1% ga to'g'ri kelyapti o'rtoqlar. Ya'ni qanday qilib? Bunda dastlabki DNK vodorod bog'i bilan hosil bo'lgan DNK vodorod bog'i farqi 1% ga teng ekan. Bu degani o'sha ekoerber ta'sirida kesilgan vodorod bog'lar soni hisobidan. Ekoerber fermenti 2 marta kesganligi uchun 16 ta vodorod bog' uzgan va shuni hisobidan 1% ga kamaygan. Demak, dastlabki DNKdagi vodorod bog'larni topsak 100% ni, ya'ni bu 1600 ta bo'ladi o'rtoqlar. 1600 ta. Ya'ni dastlabki DNK tarkibidagi vodorod bog'lar soni 1600 ta bo'lgan. Xo'p, demak, DNK 204 nanometr uzunlikka ega edi. Buni 0.34 ga bo'ladigan bo'lsak, DNKdagi bitta zanjirdagi nukleotidlar soni, ya'ni 600 taligini topish mumkin. Bu degani DNKda umumiy 1200 ta nukleotid mavjud bo'lgan, ya'ni dastlabki DNKda. Xo'p o'rtoqlar, va o'sha dastlabki DNKda 1600 ta vodorod bog' bo'lgan. Shundan foydalanib turib, biz DNK tarkibidagi guanin yoki sitozinlar sonini topish mumkin. Ya'ni mana shu ikkalasi orasidagi farq 400 shu guaninlar soniga teng. Xo'p o'rtoqlar, mana shu ekoerber ta'sirida faqat adenin timin orasidagi vodorod bog'lar uzilganligi uchun hosil bo'lgan DNK bilan dastlabki DNKdagi guanin sitozin orasidagi vodorod bog'lar soni farq qilmaydi. Shuning uchun demak
Dastlabki DNKdagi guaninlar sonini topdik 400 ta. Buni orasidagi vodorod bog'ini topishimiz uchun 3 ga ko'paytiramiz, o'rtoqlar. Demak, 3 ga ko'paytirganimizda 1200 degan javob chiqadi. Ya'ni dastlabkida ham hosil bo'lgan DNKda ham 1200 ta guanin sitozian orasida vodorod bog' bo'lgan, o'rtoqlar. Demak, javobimiz 1200 bo'ladi.